Assalomu alaykum, aziz hamyurtlar. Ko'rib turganlaringiz Toshkent avtovokzalimiz davlat reysi avtobuslari turadigan joy. Rossiyaga shunaqangi komfort avtobuslarda mana bunaqangi Yuton yashil komfort juda ham zamonbob, zamonaviy avtobuslarga ketmoqchi bo'lsanglar, ekranda ishonch nomeriga telefon qilinglar. Birinchi o'rinda like, podpiskani bosishni unutmanglar. Bizga shu poddeshga bo'ladi aka-ukalarimiz. Bu avtobuslarimiz oldingi davrlarda pul so'ralib, yo'llarda unaqa problemalar bo'lmaydi, chunki davlat reysi avtobusi messalaringizga bilet bilan o'tirib, bilet bilan ketasiz oxirigacha. Hafta 4 marta reyslarimiz mavjud. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari narxlarimiz ham tushgan, 700 ming so'mdan bo'lib qolgan. Hozirlarga salonimni tanishtirib o'taman. Sidinalarimizga bitta o'tirgandan keyin shunday o'tasizlar, shunday qo'lni qo'yasizlar, bo'ldi, ketasizlar. Rossiyaga ketib olasizlar shu bilan. Bitta marta zaryadlayman desanglar, taylarda zaryadchilar bo'ladi, hamma yo'q bo'ladi aka-ukalarimiz. Bemalol choylarni damlab, xolodilnikda muzday suvlardan ichib ketaverasizlar. O'zlariga kichkina bo'lgan bagajlar betga qo'yib, bu yerda konditsioneri bor, muzlatib ketadi, aynimaydi, achimaydi aka-ukalarimiz. Ikkitadan monitorlarimiz bor, kinolar qo'yiladi, bemalol kinolarni ko'rib, yotib ketishingiz mumkin.